Mayz bilan hech qachon psoriazni tuzatib bo'lmaydi. 12 yosh o'g'il bola psoriaz kasalligi bilan kelgan. Mana psoriaz. Tabiiyki, bu holat bugun bo'lib qolmagan, kecha ham bo'lib qolmagan. Oxirgi 3 yillikda yig'ilib kelgan. Nima sabab ko'payib ketgan? Har safardagi dermatologik muammolar, teri kasalligida qilinadigan eng katta xato gormon preparatlari surib, butun tanaga tarqab ketgan. Jinsiy a'zolariga tarqab ketgan, oyog'ida, badanida, boshlarigacha chiqib ketgan. Bitta kichkina tochkada chiqqan paytda gormon preparat surilgan. Gormon preparat surilgan o'sha joy yaxshi bo'lgan, ozgina o'tgandan keyin boshqa joyidan polni toshib ketib qolgan. Qo'shimchasiga gormon preparatlar ichgan, kaplinsalar olgan, lekin psoriaz kasalligi asli bu zamburug' kasalligi.